Assalomu alaykum. Tushingizda samolyotdan bulutlar ustiga uchayotganingiz yoki balandlikdan pastga qaraganingizda yuragingiz shuvillab ketganmi? Shoshilmang. Bu tushlar shunchaki tasodif emas. Bugun tushda parvoz qilishning martabaga, boylikka va taqdiringizga qanday ta'sir qilishini ochib beramiz. Tushda samolyotda parvoz qilish bu hayotdagi eng katta omad belgilaridan biri. Bu sizning o'z maqsadlaringizga juda tez yetib borayotganingizni, ishlaringizda yuksaklikka erishayotganingizni anglatadi. Agar samolyot sokin va chiroyli uchayotgan bo'lsa, demak martabangiz ko'tariladi va biznesingiz rivojlanadi. Agar tushingizda balandlikka chiqishda qiynalsangiz yoki balandlikdan qo'rqsangiz, bu sizning hayotda biroz tayanadigan joy kerakligini anglatadi. Yaqinlaringizdan maslahat so'rashdan tortinmang, ammo cho'qqiga eson-omon chiqsangiz, barcha raqobatchilaringizni ortda qoldirishingiz aniq. Samolyotdan tushish yoki yangi joyga yetib borish bu siz kutgan xushxabar yaqin ekanligini bildiradi. Bu yangi safar, yangi biznes imkoniyati yoki uzoqdan keladigan quvonchli xabar bo'lishi mumkin. Azizlar, siz oxirgi marta tushingizda uchdingizmi yoki balandlikdan qo'rqdingizmi? O'z tushingizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz ularni birgalikda tahlil qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.